Fieldmaster programmasining bunaqa funksiyasi borligini siz aniq bilmagansiz. Videoni oxirigacha ko'ring, syomka ishlaringiz yanada osonlashadi. Hozir sizlar bilan bitta fayl ichiga bir nechta bo'limlar ochib ishlashni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib Fieldmaster programmasiga kirib olamiz. Ko'pchilik syomka qilishda bitta obyekt uchun 5-10 talab fayl ochib tashlab ishlaydi. Undan ko'ra biz hozir o'rgatadigan usulni qo'llagani yaxshiroq. Xo'p, birinchi bo'lib bitta fayl ochamiz, test fayl ochganmiz, bunda syomka qilganmiz. Endi biz shu obyektdagi yo'llarni alohida fayl qilib syomka qilishimiz uchun Manager данных proyektga kiramiz. Bu yerdan новый papkasini bo'limini bosamiz va bu yerga yo'l deb yangi fayl sozat qilamiz. Bu yerda mana tekushi fayl yo'l.db bo'lib tushgan. Endi bemalol yo'llarni o'zini syomka qilishimiz mumkin. Oldingi qilgan syomkamizga qaytish uchun testni ustiga bir marta bosib открыть tugmasini bosamiz va birinchi qilgan syomkamizdagi tochkalar qaytib keladi. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring va instrumentga obuna bo'lishni unutmang.